Hech bir ota-ona farzandini pianista, narkoman, qimor qaramligiga uchragan inson, ya'ni ludaman bo'lishini xohlamaydi. Assalomu alaykum aziz do'stlar. Videolarimni kuzatib, bitta onaxonni kommentariyasiga ko'zim tushdi. U onaxon o'z kommentariyasida shunday yozganki, 2021-yilda o'g'lim $43,000 yutqizgan va noqulay ahvolga solib, qarzdorlikka botgan va biz bu qarzni berish uchun biz yashab turgan hovlimizni sotishga majbur bo'ldik deb. Aziz do'stlar, bu kommentariyani o'qib men juda ham bir yomon, bir o'zimni kayfiyatim ham tushdi desa ham bo'ladi. Chunki 58 yoshli onaxon o'zi ularni farzandlari voyaga yetgan, oyoqqa turgan, o'zini bir kasbi, mutaxassis, ishini yo'lga qo'yib olgan inson bo'lishi kerak farzandlarida. Chunki keksalik chog'ida biza ota-onalarimizga g'amxo'rlik qiladigan davr. Qimor qaramligiga uchragan insonlarni men ko'pchiligini aytaman, 90% o'z ota-onasini o'zini qimor orttiradigan muammolarni yaqin a'zolariga, onasiga, otasiga, kimdir akasiga, kimdir va hokazo o'zini muammosini ularga ham ulashadi va ularni muammolar bilan yopib tashlaydi-da. Chunki yoshi katta, keksa ota-onalarimiz bu narsani ko'tara olmaydi, ko'pchiligi bardosh bera olmaydi. O'zi yoshlik paytida inson bir yoshi katta bo'lgan sari injiq bo'lib qoladi va bu muammolarni eshitgan ko'pchilik ko'tara olmaydi, qisliqadi. Men nima demoqchiman? To'g'ri, bu qimor qaramiga tushib qolgan inson o'ylamasdan borki o'zini pulini o'ynashi mumkin, o'zini pulini yutqizadi va o'zini puli yutqizilgandan keyin nima qiladi? Shu pullarni yutqizib olaman deb ong ostida o'rnashib qolgan illyuziyalari borda, shu oldin yutgan, shu menda o'xshaydi, oldin yutganman, bir marta o'ynayman, yutqizganlarimni qaytaraman deb shu tuzoq ichida aylanib yuraveradi. Vaqti soati keldi aziz do'stlar. Shu o'tirib olib o'ylash kerak. Shu muammolarni o'zim keltirib chiqardim. Shu qarzdorliklar nimadan, nima oqibatidan kelib chiqdi? Bu narsani oldini olish uchun nima qilishim kerak? Shu sabablarini o'zingizga savol beraversangiz, oxir oqibat tushunib yetasiz, tan olasiz. Va tan oladigan joyi keldi. Xulosa qiling, tan oling. O'z hayotingizni qutqaring. Keyingi videolarni o'tkazib yubormaslik uchun obuna bo'lib qo'ying. Ko'rishguncha.